10 yil oldin sun'iy intellekt faqat filmlarda edi. Hozir esa u hayotimizning har bir qismida. Hozirgi kadr ham sun'iy intellekt tomonidan qilingan. Kelasi 50 yil ichida dunyo butunlay o'zgaradi. Shifokorlar o'rniga sun'iy intellekt operatsiya qiladi. O'qituvchilar o'rniga virtual robotlar keladi. Haydovchisiz mashinalar, avtomatlashtirilgan shaharlar va hokazo. Bugungi kasblarning yarmi yo'q bo'lib ketadi. Yangi texnologiyalar, yangi talablar paydo bo'ladi. Xo'sh, kelajakda raqobatda qanday omon qolish mumkin? Javob oddiy. Bugungi kundan boshlab ta'limga investitsiya qilish kerak. Dunyodagi eng kuchli universitetlarda o'qib, AI davriga tayyor bo'lish vaqti keldi. O'z kasbining kuchli mutaxassislari, xoh chevar, xoh oshpaz bo'lsin, ular har davrda raqobatga chiday olishgan. Siz biz aytayotgan sun'iy intellekt to'la davrida ingliz davlatlarida o'qib, hozirgi kundan o'z kelajagingizni boshlamoqchimisiz? Biz bilan aloqaga chiqing. Biz sizga albatta yordam beramiz.